Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga qadimiy eshiklarimizni reklama qilamiz hozir. Xo'p, ushbu eshigimiz 1417-yilda o'rnatilgan bo'lib, ulkan darvozalardan hisoblanadi. Ya'ni darvoza. Masalan, deylik, madrasalarning kiraverish eshiklariga, joylariga o'rnatamiz bu eshigimizni. Xo'p, eshigimizning balandligi taxminan 3,5 metrdan balandroqni tashkil qiladi. Qalinligi esa taxminan 15 santimetr. Xo'p, ajoyib naqshlarni ishlatishgan naqoshlarimiz, mana ko'rishinglar mumkin o'zlaring. Va yana bitta muhim narsasi, mana tepasiga qaranglar yaxshilab. Mana arabchada yozuv yozilgan. Ushbu yozuvni tarjimasini sizlarga hozir tarjima qilib beraman. Ya'ni har bir muslim va muslima ilm olishi farz deb yozilgan. Bu Imom Buxoriydan keltirilgan hadis hisoblanadi va ushbu qadimiy eshiklarda arab tilida, ya'ni xattotlik bilan mana shunday ilmga chorlovchi yoki odob axloqqa chorlovchi hadislar yoki qanaqadir iboralar yozib borilgan. Agar eshiklarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, marhamat qilib Usta Akbarichga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, Akbarich ko'ngil tinch.